Ko'pchilik biznes ochadi, lekin bitta muammo odamlar ularni eslab qola olmaydi. Sababi biznesda aniq bitta uslubi yo'q. Bugun bir xil dizayn, ertaga boshqa ranglar, logotip boshqa joyda boshqa ko'rinishda. Natijada mijoz sizni tanimaydi, eslab qola olmaydi. Oddiy bitta misol. Agar meni hozirgi shu holatimda 1-2 marta ko'radigan bo'lsangiz, tabiiyki, ozgina vaqtdan keyin meni ko'chada ko'radigan bo'lsangiz ham meni tanib olasiz. Sababi meni o'zimga mos uslubim, stilim boshqalardan ajralib turishimga yordam beradi. Biznesda ham xuddi shunaqa. Bu faqat brend identika deyiladi. Ya'ni logotip, shrift, ranglar, dizayn uslubi. Agar shularni hammasi bir xil ishlatiladigan bo'lsa, har doim sizni ko'proq odam tanib qoladi, ko'proq eslab qoladi. Ko'chada ko'radigan bo'lsa ham, reklamada, Instagram, umuman olganda qayerda ko'rsa ham sizni tanib oladi. Sababi sizni brend identikangiz, ya'ni dizayn uslubingiz qolganlardan ajratib turadi. Agarda siz ham o'zingizni biznesingizni shunaqa ajralib turishini xohlasangiz, profil orqali bizga o'tib aloqaga chiqsangiz bo'ladi.